Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga vitamin D haqida ma'lumot beraman. Vitamin D quyosh nuri zaxirasi bo'lib, quyosh nuridan keluvchi ultrabinafsha nurlarini terimizdagi kalsifrol moddasiga tushirib, vitamin D hosil qiladi va avval qon orqali jigarga borib aktivlashadi hamda buyrakka o'tib o'z ish faoliyatini boshlaydi. Agar vitamin D yetishmasa, yaxshi yeb ichsangiz ham sizda charchoq, qorin dam bo'lishi, uxlashni o'zgarishi, ishtahani yo'qolishi, suyak va mushaklarda qattiq og'riq paydo bo'lishi bilan bezovta qiladi. Bu esa keyinchalik insonda osteoxondroz va osteoporoz kasalligini olib keladi. Bolalarda esa karies, rena pasayishi, suyaklarda mo'rtlashish, rahit kasalliklari kelib chiqadi. Shuning uchun har kuni vitamin D ichishingizni tavsiya qilaman.